Assalomu alaykum aziz obunachilar va Tojikiston vinograt obunachilari. Uzumlarda audium sho'r kasalligi va zang kasalligi ko'p uchrayapti. Keyin shunga o'tib ketmagan bo'lsa, tushib endi bandi qorayib, endi non-pang urganday qilib boshlagan bo'lsa, zudlik bilan dori sepishlaringizni tavsiya etaman. Lekin dorilarda ham tavsiyasi Shveysariyanikini olsalaringiz ko'proq maqsadga muvofiq. Turistga Xitoy dorilaridan qaraganda Shveysariyani dorilari kassasi zo'r, effekti zo'r va 97-98% ular ya'ni audium kasalliklarini ham oladi. Ichida tarkibi bor. Tapas va kvadras nimalarida kvadras ham bor, tapas ham bor. Agar ikkalasini qo'shib ikkalasidan 10 grammdan 20 gramm qilib sepsalaringiz dozasini kuchaytirib, keyin yengil sepasizlar. Shunda apparatda 25 talik apparatda yengil sepasizlar. Gektariga bo'lsa hisoblaysizlar. Gektariga 1 tonnasiga 200 gramm bo'ladi. Shuni hisoblab turib sepib chiqasizlar. Agarki bog'ingizda to'g'ri xomtoy qilmagan bo'lsangiz, yo'q xomtoyni kechiktirib olgan bo'lsangiz, yo'q xato qilgan bo'lsangiz, обязательно seping. Xorijdan kelgan navlarga ham va boshqa navlarga ham obязательно seping, chunki siz koberni ulamagansiz. Koberda ham sho'r tushish juda katta ehtimoli bor. Panoramada 30%, ya'ni 30-40% sho'r tushish ehtimoli bor panoramada ham. Lekin audium kasalliklari tushmaydi, zang kasalligi tushmaydi. Shunisi farqi bor. Keyin buqoq tushmaydi unda. Keyin unda ko'p suvsash bo'lmaydi. Chanqab qolish bo'lmaydi unda. Shunga sizlar harakat qilingizlarki dori sepishga. Hozir kecha kunduz sepingizlar, uzum pishadigan davr kelyapti. Erta pishadigan uzumlarga o'tib ketgan bo'lsa, endi tushgan bo'lsa, sepish tavsiya etiladi. Endi sepish tavsiya etiladi, chunki rang kirayotgan endi sepsa bo'ladi. Lekin dozani baland qilib kuchaytirilishi kerak. Tez sepish kerak. Har kun bir kun ora qilib sepish kerak. Agar rang kirgan bo'lsa, unga sepishni hojati yo'q. Sho'r tushgan bo'lsa, uni